1-sentyabrdan pensiya bo'yicha kutilmagan o'zgarishlar. Darhol ogoh bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizni kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qarorga ko'ra 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab yangi toifadagi fuqarolarga ham har oylik parvarishlash nafaqasi tayinlanadi. Kimlar nafaqa oladi? Endi 18 yosh va undan katta bo'lgan, chuqur darajadagi aqliy zaiflik tashxisi qo'yilgan shaxslarni parvarish qilayotgan qonuniy vakillarga har oylik parvarishlash nafaqasi beriladi. Nafaqa miqdori qancha bo'ladi? Ushbu nafaqa 18 yoshgacha bo'lgan nogironligi bor bolalarni parvarish qilayotgan qonuniy vakillarga to'lanadigan nafaqa miqdoriga teng qilib belgilanadi. Bu esa ko'plab oilalar uchun muhim ijtimoiy yordam hisoblanadi. Muruvvat internat uylari nomi o'zgaradi. Yangi qarorga ko'ra Muruvvat internat uylari g'amxo'rlik markazlari deb qayta nomlanadi. Yangi muvofiqlashtiruvchi markaz tashkil etiladi. Shuningdek, vakolatli agentlik huzurida nogironligi bo'lgan shaxslarga ijtimoiy xizmatlarni muvofiqlashtirish markazi tashkil etiladi. Bu markaz orqali ijtimoiy xizmatlar, reabilitatsiya, parvarish tizimi yanada tizimli tashkil etilishi kutilmoqda. 2026-yil 1-maydan kimlar g'amxo'rlik markazlariga qabul qilinadi? Quyidagi toifadagi shaxslar qabul qilinadi. PTMK xulosasiga ko'ra joylashtirilishi belgilangan nogironligi bo'lgan bolalar, oila a'zolari yoki yaqin qarindoshlari yo'q, turar joysiz yoki yashashga yaroqsiz sharoitda yashayotgan, ruhiy holati buzilgan 1 va 2 guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, shu toifaga kirmaydigan, ammo ruhiy holati buzilgan 1 va 2 guruh nogironligi bo'lgan boshqa shaxslar. G'amxo'rlik markazlarida yangi tizim joriy etiladi. Endi markazlarda sport mashg'ulotlari, ijodiy faoliyat, ergoterapiya, ijtimoiy va ma'naviy reabilitatsiya orqali tiklash ishlari olib boriladi. Shuningdek, murabbiy kuzatuvida mustaqil yashash xizmati yo'lga qo'yilib, fuqarolarni mustaqil hayotga tayyorlash tizimi joriy etiladi. Xulosa, parvarishlash nafaqasi oluvchilar soni kengayadi. Yangi ijtimoiy xizmatlar joriy qilinadi. Muruvvat uylari g'amxo'rlik markazlariga aylantiriladi. Reabilitatsiya va mustaqil hayotga tayyorlash kuchaytiriladi. Bu o'zgarishlar nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning oilalarini qo'llab-quvvatlashda muhim qadam hisoblanadi. Ushbu yangilikni boshqalarga ham ulashing. Aytgancha, videorolik ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang.